Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi yangi detektorimizni ishlatish jarayoni. Bu detektorimizning afzalliklari qo'lingizdan bo'lsa bunday qilib tekshirsangiz ham bo'ladi. Qo'lingizni bunday to'g'rilab tekshirsangiz ham bo'ladi. Udobli tarafi. Xo'p, bu molimizni bir sutka och qoldirganmiz. Sababi mol bir sutka och qolganda oziqasi kamayib, ichidagi temirni olishimiz kerak. O'ping. İşte. Chidashni ko'ryapsizlar. Endi bu molimizga magneziyum yuqtiramiz. Bu detektorimiz juda zo'r. Bu o'zimiz ishlatyapmiz mana. Mana ishlatib ko'rsatishimiz mumkin. Bu sariq detektorlar bilan bitta aka-uka, bitta oilani bolalari. U ko'pchilik o'ylaydi bu mol uchun. Yo'q, bu hech qachon mol uchun ishlab chiqarilmagan narsa bu. Bu g'avvoslar yoki ularga plyajlarda narsa qidiradigan odamlar uchun ishlab chiqarilgan narsa bu. Bizlar endi o'zimizga qulaylik bo'lish uchun buni o'zimizga moslashtirib shu ishga ishlatyapmiz. Bu ayrim kamchiliklari bor. Nima kamchiliklar? Tillarga ham chidaydi, miska ham, alyuminga ham chidaydi. Buni ajratib bo'lmaydi. Buni ajratadigan alohida detektorlarimiz bor. Ularni ham ko'rsatib boramiz. Joningiz ham oldingiz sog' bo'lsin. Magnit yutqizdik. Yutqizish jarayoni juda og'ir bo'ladi. Sababi tiqqan vaqtda zo'r qilmaslik kerak va orqasidan ozgina suv chiqizib yuboramiz. Pramoy o'zidan tiqib bo'lmaydi. To'g'ri hiqildoq bilan anavi borib qoladi. Shuning uchun anavi qolishi mumkin. Ozgina suv chiqsa ham hech narsa chiqmaydi. Qo'l bag'ri kalan bosib tashlang. Sekin yutaverar ekan-da. Eshikka chiqarib tushib, mana magnit yutqizish jarayoni oldin molni ozgina turadi. Buni iloji bo'lsa do'ngga chiqarib, tushirib yurg'izish kerak. Sababi ichida magnit aylanadi. Agar ololmasak, ichiga zebra magnit tashlab qo'yamiz. Uni olish muddati 15-20 kunda yoki 1 oy, 3 oy, 6 oy, 1 yilgacha turadi. Bemalol olsak bo'ladi. Ichidagi temir tesakdan qon o'ziga yo'qoladi. Mana Boshlandi. Hop hop. Oldinda qo'ymish ozginasi. Ko'p ekan вообще. Mana. Keng aka. Nimadan keyin buni? Men sizga Maskovkani ko'rasizmi? qo'lingizni ochib qo'ying. Nima bu? Bu mayda detallar nima qiladi? Oshqozonga bu mayda detallar oshqozonga tushganda, to'rt qorinda yig'ilganda, to'rt qorin nima deydi? G'ijimlash deb tushuntiraylik. Ham ochiladi. G'ijimlash bo'ladi. O'sha g'ijimlashda oshqozon tirnaydi. Tirnash jarayonida mol ovqat yemay qo'yadi. O'sha vaqtda og'riq qoldiruvchi antibiotiklar qilish mumkin emas. Uni birdan detektor bilan tekshirib ko'rish kerak. Qachonlik shaharlarga ham chiqadi. Qachon shahardan shuda askolkani yeganda ko'rishingiz mumkin. Mana askolkalar mana qachonlik shaharlarni hozir yana ko'ramiz. Xudo xolasa. Ishlagan narsani olib bo'ldik. Bu nima degani? Bu katta qorin. Bu katta qorinni hech qachon ola olmaymiz. Sababi biz faqat to'rt qorindagini ola olamiz. Endi katta qorindagini qanday olishimiz mumkin? Katta qorindagini mana shu narsani yutqizish orqali olamiz. Nima uchun? Zond faqat to'rt qoringacha boriladi. To'rt qorindagi narsani oladi. Asosan mol yemay qo'yishning asosiy sababi to'rt qorinda detal ko'payib ketgani. Yurakka yetib olish osonroq bo'ladi. Endi buni yutqizib qo'yamiz. Bu vazifasi nimada bo'ladi? Bu katta qorindagi detallarni hammasini yig'adi o'ziga. Bu molda askolka ko'p. Demak, mayda metallarni ko'p yegan. Shuning uchun buni yutqizib qo'yamizda, buni 1 oydan keyinmi, 2 oydan keyinmi yana olib tashlaymiz. O'shani ham yeyishi susaygandan keyin. Bu yig'ib bo'lgandan keyin o'zi botishga boshlaydi
O'shandan keyin olib tashlaymiz. Endi bir sutka och qoldiriladi. To'rt qoringa kelgandan keyin olib tashlaymiz. Tavsiladik. Bu o'sha yeyishda o'zgarmasligi ham shu temirdan hisoblanadi. Sababi katta qorinda temir bo'lgandan keyin mishalkada u temir qilaveradi, mol oldingida yeyishdan kamayadi ozgina. Lekin yeyaveradi, lekin o'zgarish bo'lmaydi og'riq hisobida. Bo'kib yemaydi-da. Shuning uchun buni tashlab qo'yamiz, keyin bilamiz, olib tashlaymiz keyin. Bu 1 oydan keyinmi, 15 kundan keyinmi, 1 yildan keyinmi olib tashlaymiz. Ungacha qanaqa detal tushsa ham bu yopishtirib oladi, molga zarari yo'q. Travmatik bermaydi. Qanaqa ko'tardim. Buni yutqizib olamiz, buni. Qo'yib qo'yamiz. Qo'yib hozir yutib olsam. Biz asosiy apparatlari bor. Endi u apparatlardan biz foydalanmaymiz. Shu jarayonni o'zimiz sal tashlaymizda, tutamiz. Mol o'zi yutaveradi. Endi detektorni bering menga. Endi mana detektorni tekshirib ko'ramiz. Mana. Mana. Bu to'shda yo'q edi. To'shdagini biz boya oldik. Magnit tashladik, tushga. Endi u turadi, aylanib barcha metallarni yig'adi endi o'ziga. Kuzatishda davom etinglar. Joningiz omoningiz sog' bo'lsin.